Yo'q, nimaga o'chiriladi? 3 ta farzandli bo'ldik. Undan oldin zo'r xotiralar bor. U bilan o'tgan xotiralar o'chirilsinmi deganda yo'q degan bo'lardim. U qaytib kelganda yana bo'lardim. Xotiralar bo'lmasa, tun ham go'zal aslida. U kunlarni qoldirdim xotiralar kasbida. Sen kelgan kuningdan ketganing og'riqlidir. Qayerda deb so'rasalar, berman qalbim kasbida. O'tmishni telefondan o'chirish mumkin, lekin yurakdan o'chirib bo'lmaydi. Chunki chin dildan sevilgan inson xotiralarda uzoq yashaydi. Hech qachon o'chirilmasligini xohlardim, chunki kun kelib davom etishdan umidim bor. U bilan ozmi ko'pmi shirin xotiralar o'tgan. Shuning uchun ayb o'zimda bo'lsa ham xotiralarni yo'qotgim kelmaydi. Xolamagan bo'lardim. Menimcha xotiralar o'chirishi kerak emas deb hisoblayman. Har bitta xotira bu biz uchun hayotning oxirida esiydigan bir serial desa ham bo'ladi. Bo'lgan xotiralarim allaqachon o'chib ketgan. Eslashni ham xohlamayman. Chunki juda ham ko'p xafa qilgan. Qiynog'ingiz ming azobdan o'tib ketar.